Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yana bitta ustunovkani yakun yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Chelak Nariman qishlog'ida biz xudo xolisa. Xo'sh, amaki qishloqda o'tirimi? Uymot qishloq, Uymot mahalla. Qaysi? Uymot qishloq. Uymot, ha? Uymot qishloq, Uymot mahalla. Uymot qishloq, Uymot mahallada biz xudo xolisa. Bugungi manzilda tushuntirib o'tdik. Samarqand, Chelak, o'sha bo'yayotganimizdek Nariman qishlog'ida bilsalaring bo'ladi hammalaring. Xo'p, nasib bo'lsa bitta qizdik ustunovkani. Bugungi mobil obzorimiz troyka bo'ladi, ya'ni servant idish-tovoq taxlash uchun mehmonxonaga bo'ladi. Endi sizga bitta xonani remonti bilan bo'lishim keldi mana. Xona abo'ylab bo'lgan, hamma yevro uslubda patolog hamma narsa ishlab bo'lgan, lyustrlarga ichini taqib qo'yishgan. Xudo xolasa to'y qachonmak? 18-kun soat 6. 18-kun to'y, xudo xolasa mana ketdik. Biz sizga endi video obzorni boshlaymiz, ya'ni servantimizni. Servant bo'ladi 320 bo'ladi razmeri, umumiy razmeri 320. Mana bu 85, mana bu 85, mana bu 130 mi, shunaqa bo'ladi, plus minus. Xo'sh. Endi nimasini aytamiz sizga? Xo'p, shu turishi 320, sizda 330 joyingizga tushadi. Xo'p, mana bu yerda pardani hisob bor, shuning uchun mana bu yerdan kattaroq joy ochdik, mana bu yerda endi devorli hisob bor. Tushganini o'zingiz xudo xolasa ko'rib o'tirasizlar. Endi sizga mebelni tushuntiramiz. Mebel balandligi 240-245 bo'ladi. Plus minus 1-2 sm bo'lishi mumkin. MDF, uymali MDFdan bo'ladi. Oyoqlarini qarang. Xo'p, bu shampanskiy rang. Xohlasangiz, kumush svet, xohlasangiz, oq svet, farqi yo'q. Tilla svet ham hammasidan qilib beriladi, muammosi yo'q. Mana shular. Orqa taraf ko'zgu har doimgidek ochib ochiladi, sanaymiz. 1, 2, 3, 4 ta hammasi vakuumdan. Mana bu bitta joyi laminat bo'ladi, qolgan hamma joyi MDFdan bo'ladi. Ana, oynalari ham 0.8 li oyna bo'ladi, oldi charxlangan, qo'lingizga kesib ketmaydigandan. Materiallarni MDFdanligini aytib o'tdik. Mana sizga. Ochilib yopilishi xudo xolasa hammasini qo'limizdan kelgancha mashina qilib o'rnatib berdik. Endi o'rtasiga o'tamiz, ana sizga o'rtasi. Xo'sh, endi bu ham bir xil bo'ladi razmeri, hammasining razmeri bir xil. Ishlab beringizni o'zingiz ko'ring. Ikkita chekkasi bir xil, shuning uchun bitta chekkasini sizga ko'rsatib qo'ya qolamiz. Oldi oynalari mana bunaqa charxlangan oynalar bo'ladi. Uy degasi baraka topishsa kelganimizda ukajonim oynani shunday bir tartib bersam maylimi dilla, xudo xolasa chiroyli qilib artib qo'yishdi mana. Endi artilgan toza oynalarda sizlarga reklamani davom etyapmiz. Orqa taraf ko'zgu bo'ladi. Orqa taraf ko'zgumuz mana ko'ryapsizlar, ikkiga bo'lingan mana chizig'i bor. Ikkiga bo'lingan chunki buni bir xil qilib yavlat qilib olib kirib bo'lmaydi. Bu ham oynalar 0.8 lik qalin oynadan oshib-oshlari bo'ladi, tepaniki 3 ta bo'ladi mana. Yopasiz, o'zi asta yop bo'ladi. Zazorlari, ligrovkalarini xudo xolasa yerga qarab chiroyli qilib moslab berdik. Mana yopilishlar. Xo'sh, kim shunaqa xizmatga keryapsa, bemalol bizga aloqa qilib qo'yasizlar. Jizzaxga sizlarga Samarqandgacha dastavka ustunovkasi mutlaqo bepul qilib beramiz. Bugungi sana 13-iyun 2026 kuni syomka jarayoni bo'lyapti. Mana shu turishi 6.800.000, Jizzax sizlarga Samarqandgacha dastavka ustunovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Telefon qilasizlar.